Hazreti Abu Bakr murtatlarga qarshi elib berilgan to'xtovsiz urush oyoqlashib, ularni sharsiz bo'ysundirgandan keyin ko'ngli ozg'ini bo'lsa-mu aram tepib, boshqa yerlarning fath qilinishi uchun qo'shin avatishga boshladi. Bu qo'shinlar ham islom davosining eng cho'ng to'sqini hamda murtatlarning va xristianlashgan arab qabilalarini musulmonlarga qarshi kuch kiritgan ikki favqulodda kuch Bizanis va Parislarning hayvat va nupuziga og'ir darajada zarba berdi. Hazrati Abu Bakr qo'lga keltirgan bu natijalardan keyin o'z vazifasining oxirlash oldida turganligini, islomning kuchayganligini va o'zidan keyin keladigan xalifalarning bu vazifani muvaffaqiyatli holda o'rinlab keta oladiganligini o'ylashga boshlagan edi. Yeshining payg'ambar alayhisalomning vafot yoshiga yaqinlashib qolganligini nazardan soqit qilmagan Hazrat Abu Bakr o'zi vafot bo'lgandan keyin musulmonlarning siyosiy qalaymaqonchilikqa tushib ketishidan xavotirlanib, yuz berishi ehtimolga yaqin bo'lgan bu ahvol qarshi tadbir olmoqchi bo'ldi. Chunki xalq u vafot bo'lgandan keyin xalifalik haqida ixtilof qilib qilishi, bu o'ringa munosib kishilar mas'uliyatning og'irligidan qo'rqish tuyg'usi bilan chetga chiqib, bir munchilgan layoqatsiz kishilar bu o'ringa kelishi uchun bo'lmag'ur ishlarni qilib qo'yishi mumkin edi. U bu ishlarni o'ylab etib, tuyuqsizla payg'ambar alayhisalom vafot bo'lganda bo'lib o'tgan ishlarni ko'z oldiga keltirishga boshladi. U vaqtlarda payg'ambar alayhisalomning vafot bo'lishi hech kimning aqliga kirib chiqmag'achqa, u vafot bo'lganda musulmonlar hang-tang qilishdi va nima qilarini bilolmay yurishdi. Musulmonlarning bu ahvolga qayta tushib qolmaslik uchun yer yuzida Allohning nizomini ijro qiladigan xalifani oldin saylab qo'yish shart edi. Bu ishni boshqalar bilan kengayishib hal qilish kerak edi albatta. Hazrati Abu Bakr ayni vaqtda payg'ambar alayhisalom maslahatlarini olgan cho'ng sahobalarni xiyolidan o'tkazishga boshladi va Hazrati Umarning bu o'ringa eng loyiq va munosib nomzod ekanligiga qaror berdi. U qiyin kunlarda islom uchun ko'rsatgan jiddiy va keskin pozitsiyalari, singdirgan ajrlari, haq va to'g'rini qo'llash yo'lida ko'rsatgan fidokorliklari, xalqning uningga bo'lgan hurmati va uning haybati Hazrati Abu Bakrning ko'z oldida namoyon bo'lishga boshladi. Shundoq bo'lsa-mu, kengash a'zolari bo'lgan sahobalarga o'z ko'z qarashini bildirib, ularning fikrini elish kerak edi. Chunki ularning maslahati bilan elingan qaror texmo to'g'ri bo'ladi. Hazrati Abu Bakr og'rib qoldi va kesili kundan kunga og'irlashib ketdi. Shuning bilan u o'z vaqtida payg'ambar alayhisalom maslahatini olgan cho'ng sahobalarni yig'ib, ularga mundoq dedi: "Ko'rib turibsizlar, og'rib qoldim. O'zimni yaxshi bo'la olmaydigandek va yaqinda u dunyoga safar qiladigandak his qilyapman. Alloh taolo ayni vaqtda sizlarning menga qilgan bay'atinglarni ixtiyoriy qildi. Mening sizlarga qilgan ahdimni bekor qildi. Sizlar menga topshirgan vazifani sizlarga qaytarib berdi. Endi o'zinglar kimni xohlasanglar, shuni o'zinglarga xalifa qilib saylanglar. Ammo bu ishni men vafot bo'lishdan burun bir taraf qilsanglar, texmo yaxshi bo'ladi." Ammo ular tunji kengashda bir qarorga kelolmadi. Chunki ularning hammasi bir-birini ko'rsatishib, mas'uliyatning og'irligidan qo'rqish tuyg'usi bilan xalifalik taklifini qat'iy qabul qilmadi. Ularning hammasi o'zidan boshqasini bu ishga eng munosib va loyiq, o'zlarini bo'lsa layoqatsiz deb qaraydi. Shunga ular qayta yig'ilgan vaqtda Hazrati Abu Bakrga mundoq dedi: "Ey payg'ambar alayhisalomning xalifasi, biz sening fikringni qo'llaymiz. Sen kimni loyiq ko'rsang, biz shuningga bo'ysunamiz." Hazrati Abu Bakr ularga: "Undaqda menga bir oz muhlat beringlar. Allohning amrlariga eng yaxshi rioya qiladigan va uning adolatini xalq orasida eng yaxshi ijro qiladigan birini o'ylashib ko'ray", dedi. Ondan Abdurrahman ibn Avfni chaqirib uningga: "Sen Hazrati Umarga qanday qaraysan?" deb so'radi. Abdurrahman ibn Avf: "Hazrati Umarni sen mendimi yaxshi bilasan", deb javob berdi. Ammo Hazrati Abu Bakr: "Shundoq bo'lsa-mu, men sening uningga bo'lgan ko'z qarashingni bilishni xohlayman", dedi. Abdurrahman ibn Avf bu qitim: "Men Umarni sen o'ylagandimmi yaxshiroq o'ylayman", deb javob berdi. Hazrati Abu Bakr Hazrati Osmonni chaqirib, uningdanmi o'xshash savollarni so'radi. Hazrati Osmon: "Mening biladiganim Umarning ichining teshidan texmo bak pokligi. Aramizda uning saviyasiga yetadigan biri yo'q", dedi. Bu so'zlarga bakmu suyungan Hazrat Abu Bakr uningga: "Qasam qilamanki, agar uningdan voz kechsam, hargiz seni tashlab boshqasiga o'tib ketmagan bo'lardim",
deb uningga bo'lgan ishonch va muhabbatini izhor qildi. Ondan Ansorlardan Usayd ibn Huzayrni chaqirib, uningdanmi o'xshash savollarni so'radi. Usayd: "Umarni sendan qolsa eng xayrli inson deb bilaman. Hamma narsaga yaxshi ko'zi bilan qaraydi, ammo yomon ishlarga qattiq achchiqlanadi. Balkim ichki hissiyoti sirtqi muomalasidan texmi xayrli bo'lishi mumkin. Bu ishqa uningdanmi loyiqroq biri yo'q", deb javob berdi. Hazrati Abu Bakr bu kishilardan keyin Sa'd ibn Zayd bilan birlikda Ansor va muhojirlardan bir munchilgan kishilar bilan ko'rishib, ularning bu vaqtdagi fikrlarini oldi. Ularning ichidagi bir kishidan boshqa hammaylar Hazrati Umar haqida yaxshi fikrlarni bayon qilib, o'zlarining qo'shiladiganligini bildirishdi. Umarga qarshi ekanligini bayon qilgan u shaxs faqat uning asabiy va buyruqvoz ekanligidan shikoyatchi edi. Yana biri o'zidan keyin Hazrati Umarni xalifa qilib saylab qo'ydi deb Hazrati Abu Bakrga qiydab yurdi. Hazrati Abu Bakr uningga: "Yo'q, qasam qilamanki, bu so'zing hargiz to'g'ri bo'lmadi. U sizlar uchun bakmi xayrlik bir inson bo'ladi. Yana shundoq qasam qilamanki, agar seni xalifa qilib qo'ygan bo'lsam, sen o'zingni hammadan ustun chog'lab, bakmi ko'ranglab ketgan bo'larding. Alloh seni u o'rindan tushirganga qadar hech kim senga chiqila olmaydi. Sen o'zingcha meni qaymoqtirib, dinimga qarshi bir ish qilishim uchun meni yo'limdan ozdirmoqchi bo'layotamsan. Allohga qasam qilamanki, agar Umarga bo'yin tavliq qilganingni yoki uning haqida yomon gap so'z qilganingni bilsam, men sening ko'rgulikingni ko'rsatib etaman", deb qattiq tegdi. Bu ishdan keyin Osmon bilan Ali Hazrati Abu Bakrni yo'qlab kirdi. Ular texi og'iz ochmay turib, Hazrati Abu Bakr ulardan: "Yoki sizlarmi Umar haqida boyiqi palonchiga o'xshash o'ylamsizlar?" deb so'radi. U ikkisi hayron bo'lgan holda: "Ey payg'ambar alayhisalomning xalifasi, u nima dedi?" deyishdi. Hazrati Abu Bakr Umarning sizlardan keyin musulmon bo'lganligini va uningdan boshqa tayini yo'q gaplarni qildi, dedi. Buni anglagan Hazrati Osmon: "Qasam qilamanki, u odam bakmi xato gap qilibdi. Umar aslida ham kuchlikligi, ham islomiy nufuzi bilan boshqalarning qo'llashiga erishmoqda", dedi. Hazrati Alimo: "Shundoq, u odam haqiqatan xato gap qilibdi. Umar aslida sen bilgandekli bir inson. Sen uning haqida nima o'ylagan bo'lsang, u mo shuningdan iborat. Umar burundan tortib sening yoningda xizmat qilib kelgachga, biz hamma ishimizni uning maslahati bilan qilamiz, ham uningdan ko'plagan narsalarni o'rganamiz. Sen o'z qaroringni beravergin. U odamning gaplariga quloq solma. Agar Umar haqiqatan sen o'ylagandek chiqib qolsa, u holda sening orzuying amalga oshgan bo'ladi. Agar sening o'ylaganingdek chiqmay qolsa, bu sening xatoliging hisoblanmaydi. Chunki sen faqat har ishning biz uchun eng xayrli bo'lishini o'ylaysan", deb Hazrati Osmonni tasdiqladi. Oradan ma'lum mazgil o'tdi. Bir kuni Abdurrahman ibn Avf Hazrati Abu Bakrni yo'qlab keldi va uning xeyli yaxshilanib qolganligini ko'rib, "Allohga shukrlar bo'lsin, xeyli yaxshilanib qolgandek tursan", dedi. Hazrati Abu Bakr "Shundoqmi?" deb mamnunligini bildirmoqchi bo'ldi. Abdurrahman "Shundoq", dedi. Hazrati Abu Bakr uningga: "Ammo men bakmu iztiroblanyapman. Ey muhojirlar jamoati, bo'libmi sizlarni o'ylagan siri bu iztirob teg'imi eshiyotidu. Sizlarni boshsiz qo'yib qo'ymaslik uchun oranglardagi eng nodir shaxsni sizlarga bosh qilib qo'ydim. Bu vazifani bundan keyin boshqasi emas, u o'rindaydi. Ko'rib turibsizlarki, dunyo ne'matlari endi sizlarga qarab yuzlanishga boshladi. Dunyo kelishni xohlasa cho'qim keladi va shundoq bir zamonlar keladiki, ipak kiyimlarni kiyib, maxmal silinchilarda o'ltirsizlar va yana Ozarbayjon yo'nglaridan qilingan to'shaklarda yonpashlanib shundoq yotsizlarki, yetaverib zerikib ketisizlar. Yumshoq narsalarmi biqininglarga potadigan bo'lib ketadi. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, oranglardan birining u kunlarda haqsizlikka uchrab begunoh o'lib ketishi, uning mol va mansab herisi bilan dunyoga berilib ketishidan texmi xayrlilikdir. Ondan shunimi bilib qo'yinglarki, sizlar ati o'gun kishilarni tunji qatim o'ng so'l deb ayirib, ularni yo'ldan chiqarasizlar. Ey rahbar, yo'l o'z yo'lida davomlashyotidi. İnsanlarni yo'ldan chiqarmanglar. Yo'lning oxiri Allohning taqdiri bilan yo nurliq, yo qorong'u.
Hazreti Abu Bakrning bu gaplarini anglagan Abdurrahman ibn Avf Alloh sana salomatlik va shifo ato qilsin. Bunchalik g'am andisha kesilingni texmi og'irlashtiradi. Hozir kishilar sana bo'lgan ko'z qarashi e'tibori bilan ikkiga ayrilmoqda. Ularning bir qismi sen bilan o'xshash ko'z qarashda bo'lib, sen bilan birga bo'lganlardir. Yana bir qismi sen bilan qarshi fikrdagilar bo'lib, faqat seni tanqidlash orqali sana yo'l ko'rsatmoqchi bo'lishyapti. Ular ya sening, ya ularning xoliqinichi bo'lganda, ondan sen bilan birga bo'ladi. Ammo sen har doim to'g'ri yo'lda mangding. Isloh qilding, shundaqla dunyo manfaati uchun parishon bo'lib boqmading, deb uningga bo'lgan rozimanligini bildirdi. Yana bir sahoba Hazrati Abu Bakrning o'z o'rniga Hazrati Umarni qo'ymoqchi bo'lib, kengash a'zolari bilan maslahatlashganligini anglab, uni yo'qlab keldi va uningga Umarning qanchalik asabiy va qo'pol ekanligini sen obdan bilasan. Texi beshimizga chiqsin. U chaqda qanchalik qo'pollashib ketadiganligini ko'ramiz. Ati o'gun Rabbing sendan nima uchun mushunda qilganligingni so'rasa, sen nima deb javob berasan, deb so'radi. Hazrati Abu Bakr meni yo'lab qo'yinglar, bir oz o'ltirib olay degandan keyin uningga mundoq dedi. Xudo haqqi javob beringlar. Sizlar meni qo'rqatmoqchi bo'layotgamsizlar? Sizlarga rahbarlik qilish jarayonida zulm qilgan kishi Allohdan qo'rqsin. Rabbim mendan u savolni so'rasa, men mundoq deb javob beraman. Ey Rabbim, sening bandalaringning eng yaxshisini ularga xalifa qildim. Hazrati Abu Bakr bu javobni bergandan keyin savol so'ragan u sahobiga qarab, mening deganlarimni boshqalarga yetkazgin. Angladingmi? deb uning og'zini tuvoqlab qo'ydi. Ondan yana o'rnida yetib, Hazrati Osmonni chaqirtdi va uningga qani yozg'in. Bismillahirrohmanirrohim. Kafirmi ishongan, fosiq kishimi qachonli bo'lmasin yuz beradiganligini tasdiqlagan va yolg'onchimi to'g'ri deb qaragan o'lim vaqasi bilan dunyodan chiqib Allohning dargohiga menish oldida turgan Quhafa o'g'li Abu Bakr bu vasiyatnomani qoldirdi va mundoq dedi. Mendan keyin o'rnimga Hazrati Abu Bakr so'zini tugatib bo'lolmayla o'shidan ketdi. O'rniga chiqadigan shaxsning ismi eg'izidan texi chiqmagan edi. Ammo Hazrati Osmon bu jumlani mendan keyin o'rnimga Umar ibn Xattobni tanladim deb yozdi. Bir ozdan keyin Hazrati Abu Bakr o'shiga kelib, nima deb yozding deb so'radi. Hazrati Osmon yozgan jumlasini o'qib berdi. Buni anglagan Hazrati Abu Bakr suyunib ketdi va takbir keltirgandan keyin mundoq dedi. Ko'rdingmi? Ahvolim birdilla yomonlab ketibdi. O'lib ketsam, xalq ixtiloflashib qolarmi deb bekmi qo'rqib ketdim. Alloh islom nomida qilgan bu sabdilliqing uchun sana xayr ehson ato qilsin. Allohga qasam qilamanki, sen omonatga loyiq bir insonsan, deb Hazrati Osmonni maqtadi va vasiyatining qolgan qismini tamomlash uchun uningga mundoq dedi. Uning, ya'ni Hazrati Umarning so'ziga quloq solinglar va itoat qilinglar. Menga kelsak, Allohning va uning payg'ambarining yo'lida uning diniy ahkomlarini ijro qilishda mayli o'zim yoki sizlar uchun eng foydali ishni qilishga tirishdim. Agar Umar sizlarni adolat bilan boshqursa, u mening o'ylagan yerimdan chiqqan bo'ladi. Yo'q, agar u haqiqatlarni burmilasa, u chaqda sizlar o'zinglarga terigan hosilni yig'ib olgan bo'lsizlar. Undan boshqasini men bilmayman. Zolimlarga kelsak, ular keyincha go'rlikini ko'radi. Alloh sizlarga salomatlik, rahmat va barakat ato qilsin. Hazrati Abu Bakr so'zini tugatib, Hazrati Osmonga vasiyatnomani muhrlashini buyurdi. Ondan yeniga muhrlangan vasiyatnomani Hazrati Umarni va Usayd ibn al-Xudayrni ilib xalq to'plashgan yerga keldi va ularga: "Ey xaloyiq, men o'zimdan keyin o'rnimga chiqadigan kishini sayladim. Sizlar uni qabul qilamsizlar?" dedi. Xalq: "Ey payg'ambar alayhisalomning xalifasi, biz buningga rozi bo'lamiz", deyishdi. Dal shu chaqda Hazrati Ali o'rnidan turib, "Umardan boshqasiga rozi bo'lmaymiz. Agar Umar bo'lib qolsa, biz rozi bo'lamiz", deb e'tiroz bildirdi. Ondan xalq ommasi fikr birligi bilan Hazrati Umarni xalifa qilib sayladi va uningga bay'at qildi. Bu manzirdan zo'qlangan Hazrati Abu Bakr qo'lini ko'tarib mundoq duo qildi: "Ey Alloh, men faqat xalqning yaxshiligi uchunla mushundoq qildim. Mendan keyin o'z aro jidal majroga tushib ketishidan ansiradim.
yomon oqibatga qilish ehtimolini bilganligim uchun sen albatta texmi bilguchisan. O'z fikrimni o'ttirib qo'ydim va ularning ichidagi eng xayrlik, eng kuchlik nishonga va to'g'ri yo'lga eng yaqin birini tanladim. Chunki kengashdimi u mening yonimda bo'lib, bandalaringga meni xalifa qilib saylatgan edi. Ey Parvardigorim, bularning hammasi sening bandalaringdir. Hayotlari sening qo'lingdadir. Boshqalarni uning uchun foydali qil va uni kamil xalifalardan ayla. U rahmat payg'ambaringning hidoyat yo'lidan va uningdan keyingi solih kishilarning yo'lidan mangsun. Xalqni uningga itoatkor qilgin. Hazrati Abu Bakr bu duodan keyin o'z o'rniga qaytib Hazrati Umarni yeniga chaqirdi va uningga vasiyatlarini bildirdi. Hazrati Abu Bakrning vasiyatlari. Mu'minlarning onasi Hazrati Oysha mundaq deydi. Dadam Abu Bakr sakratlik chig'ida mundaq degan edi. Musulmonlarga xalifa bo'lib saylangandan beri ularning 1 dinar yoki 1 dirhamini haqsiz yevolmadik. Yeganlarimiz ulardan oshqini. Kiyganlar bo'lsa, ular kiyganning eng nacharlari bo'ldi. Hozir uyni aqtirib beqinglar. Men xalifa bo'lgandan beri o'z melimdan boshqa nima topa olsanglar, uni keyingi xalifaga topshirib, qarzinglarni ado qilinglar. Chunki men bularni ishlash jarayonida o'zimga halol hisoblaydim va ular orqali ehtiyojimni qondiratdim. Bu arada bugun kunga nima deb so'radi. Uningga bugun kunga dushanba deb javob berildi. U payg'ambar alayhisalom qaysi kuni vafot bo'lgan edi deb so'radi. Uningga yana dushanba kuni deb javob berildi. Ondan u payg'ambar alayhisalomning kepinining qanday qilinganligini so'radi. Uningga kepanning ko'ynaksiz, sallisiz faqat 3 parcha oq matodan qilinganligini aytib berdi. Hazrati Abu Bakr shu tambilimni yuyib, menga kepan qilinglar dedi. Uningga Allohga ko'p shukr. Bizga xili ko'p rizq ato qilindi. Sana ishlatilmagan yangi narsani kepan qilamiz deb javob berildi. Hazrati Abu Bakr tirik kishilarning yangi narsalarga bo'lgan ehtiyoji ko'p bo'ladi. O'lgan odam churib ketadi. Uni yangi narsa bilan kepanlashning keragi yo'q deb e'tiroz bildirdi. Ondan Ömerning zo'rlashi bilan maosh hisobida davlat xazinasidan hozirgacha jami 6000 dirham pul olgan edi. U pul shu tamning ichida turdi. Hazrati Abu Bakrning xalifa davrida maosh o'rnida yoki vazifaga tayinlangandan keyin tijoratini tashlaganlik uchun berilgan pulning hammasi bu edi. U holda Hazrati Abu Bakrning vasiyatining xulosasi mundaq edi. 1. Zimmasida qanchalik mol bo'lsa, hammasi xalifa Hazrati Umarning vasitasi bilan davlat xazinasiga topshiriladi. 2. Davlat xazinasidan olgan hamma maosh uchun o'ziga qarashliq bir parcha terilgan yarmo davlat xazinasiga topshiriladi. 3. Madinaning Al-Aliya degan rayondagi o'z zimmasidagi yerning 5dan biri sadiqa qilib tarqatiladi. Qolgan qismi bolalari Abdurrahmon, Muhammad, Asma va Oyshalarga bo'lib beriladi. Bu taqsimotdan homila ayoli Habiba bint Harijadan tug'iladigan bolasimi bir kishilik nisibasini oladi. Keyin tug'ilgan bu bolasi Ummu Kulsum edi. 4. Uchisidagi kiyimi yuyilib, kepan o'rnida qo'llaniladi. 5. Vafot bo'lgandan keyin ayoli Umays bint Asma tarafidan yuyiladi va payg'ambar alayhisalomning yoniga dafn qilinadi. Hazrati Abu Bakr vafot bo'lgandan keyin oilasi qolgan mol-mulkining hammasini Hazrati Umarga avatib berdi. Bular bolalarini boqadigan sudonliq bir xizmatchi, yer sug'urishda ishlatiladigan bir to'ga va mahsuloti yig'ilingan bir parcha terilgan yerdan iborat edi. Hazrati Umar bularni topshirib elib, ko'zlaridan taramlab yosh to'kdi va mundaq dedi: Alloh uningga rahmat qilsin. Abu Bakr mundaq astoydillik qilish orqali bizga o'rnak bo'lish bilan birga bizni mushundaq bo'lishga undamoqda. Hazrati Umar bu gaplarni ig'zidan tushirmay so'zlab yurdi. Hazrati Abu Bakr hayot vaqtida bolasiga bu omonatlarni xalifaga topshirib berishni topilgan edi. Omonatlarni topshirib oladigan chaqda Abdurrahmon ibn Avfmu shu yerda edi. U Hazrati Umarga: "To'g'ri Xudoyim, hammasini sotsang 5 dirhamga olmaydigan bu narsalarni Hazrati Abu Bakrning oilasidan olmoqchi bo'lyapsan" deb qattiq tegdi. Hazrati Umar uningga:
undaqda meni nima qil demoqchisan deb so'radi. Abdurahmon bularni uning oilasiga qaytarib ber dedi. Ammo Hazrat Umar uningga e'tiroz bildirib, yo'q, Hazrat Muhammadni haq payg'ambar qilib avatgan Allohning nomida qasam qilamanki, mening xalifalikim mazgilida bundaq ishqa hargiz yo'l qo'yilmaydi. Hazrat Abu Bakr sakratda yetayotgan shu paytda uning bu omonatga bo'lgan ehtiyoji tugamagan bo'lsa edi. Bularni uning oilasiga qaytarib beradi. Uning umri mundaq bir ishni qilishga ulgurmaydi. U vafot bo'lgandan keyin qanday muomala qiladiganligimizni biz bilamiz. Hazrat Umar bu omonatlarning ichida serilg'u yer haqida Alloh Abu Bakrga rahmat qilsin. U o'limidan keyin orqasidan hech kimning g'aybat shikoyat qilmaslik uchun bakmu astoydillik bilan ish qildi. Undan keyin vazifani men topshirib oldim va mana endi terilg'u yerni oilasiga qaytarib bermoqchiman deb terilg'u yerni Hazrat Abu Bakrning oilasining qo'lidan olmadi. Hazrat Abu Bakr og'rib 15 kun atrofida yotdi va hijratning 13-yili Jumadiyal oxir oyining 22 kuni dushanba kechasi vafot bo'ldi. Shu chaqda 63 yoshida edi. Meyitini vasiyatiga binoan ayoli Umays binti Asma yudi va payg'ambar alayhisalomning yoniga dafn qilindi. Meyit namozini uning o'rniga xalifa bo'lgan Hazrat Umar tushirdi. Qabriga Hazrat Umar, Hazrat Osmon, Talha va Abdurahmon qatorliqlar qo'ydi. Hazrat Abu Bakr vafot bo'lgan kuni Hazrat Ali uning eshik oldida turib mundaq degan edi: "Ey Abu Bakr, Alloh sana rahmat qilsin. Shunisi haqiqatki, sen bu millatning ichida hammadan burun islomni qabul qilding. Kuchlik iymoning bilan boshqalarga qaraganda islomga samimiy bog'landing. E'tiqoding hamma kishidan texmi quvvatli. Ko'zing hammadan bakrak to'q. Payg'ambar alayhisalomga hammadan bak yaqin eding. Islomni hammamizdan bakrak qovdiding. Mudofaa qilding. Musulmonlarga hammadan bak shafqatli eding. Ko'rinish, axloq, to'g'riliq va muomalang e'tibori bilan Rasulullohga bakmi o'xshayding. Alloh taolo seni islomga va payg'ambar alayhisalomga ko'rsatgan sevgi va samimiyating uchun yaxshi ne'matlar bilan mukofotlasin. Kishilar payg'ambar alayhisalomni rad qilgan vaqtda sen uni tasdiqlading. Boshqalar uningga bexillik qilgan vaqtda sen bakmi mardlik qilding. Boshqalar kayniga chekinsa, sen har doim payg'ambar alayhisalom bilan birlikda oldingi safda turding. Shunga Alloh taolo ulug' kitobida seni Siddiq nomi bilan sifatlab, haqiqatni aytganlar va u Muhammad sallallohu alayhi va sallamni tasdiqlaganlar ana shular Allohga qarshi chiqishdan o'zini tortganlardir, dedi. Alloh taolo bu oyatda Hazrat Muhammad sallallohu alayhi va sallamni va seni ko'zda tutmoqda. Allohga qasam bo'lsinki, sen islom uchun bir qal'a, kofirlar uchun balo qazo eding va shundoq ekanligingni har doim isbotlading. Aql parostingni zaiflashtirmading va hech qachon o'zingni qo'rqinchoq o'ringa tushirib qo'ymading. Sen xuddi bo'ron chapqunda midir-sidir qilibmi qo'ymagan tog'ga o'xshayding. Hech qanday bir vaqa seni yiqitib qo'ymadi. Sen beayni payg'ambar alayhisalom aytgandek, vujudi kichik, ammo Allohning ahkomlarini o'rinlashda eng kuchli kishisan. O'z nafsingda bakmu kamtar, ammo Alloh taoloning nazarida bakmu ulug'. Yer yuzida hurmatga sazovor va musulmonlar orasida katta edi. Biror kishimi seni o'z arzu-umidlariga vosita qila olmadi. Seningmi har qanday biriga topshiradigan iltimosing yo'q edi. Zolim kishi, haqli kishining haqqi uningdan elib o'z egasiga qaytarilganga qadar sening nazaringda bakmi ojiz edi. Mazlum bo'lsa, zolimdan haqqi elinib uningga qaytarilganga qadar sening nazaringda kuchli edi. Alloh sening savobingdan bizni mahrum qilmasin va sendan keyin yo'ldan chiqib ketishimizga ruxsat qilmasin.